Hüneri beyramlari oldindan aktiv sport bilan shug'ullangan rayon meditsina xizmatkorlari uchun zo'r bo'lak yasaldi. Rayon Uzak davoxonasining territoriyasida uzoq yillar ekspluatatsiyalanmagan Likiga kotelniy binosida kapital remontdan so'ng yangi sport zali ochildi. Shu tantanasida rayon hokimiyati boshlig'i Ildar Mustafin, davoxonaning bosh tabibi Razida Gatavulina qatnashdi. Желаю вам здесь заниматься волейболом, баскетболом, футболом, танцами, пилатесом, аэробикой, чем угодно. Это наша площадка, на которой мы будем занимать свой досуг, заниматься спортом и творчеством. И хотелось бы в этот день поблагодарить всех тех спонсоров, которые в этом участвовали, и своих коллег. Qizil tosma kesilgach, chorada qatnashuvchilar bino ishini o'tdi. Ikkinchi sulush olgan yangi, o'ng'ayli, jili sport zali tanimaslik bilan o'zgargan. Sport bilan shug'ullanish uchun barliq shartlar to'ldirilgan. Erkin, yoqti, ikki zal, ayrim kiyinib shishini bo'lmalari san o'zil o'rnashgan. Bu kunni davoxonaning meditsina xizmatkorlari qizlar ham yigitlar komandalarına bo'linib, voleybol o'yinida kuch sinashdi. С праздником, дорогие наши коллеги! У нас сегодня особый день. День медработника и открытие спортивного зала. Как говорится, движение – это жизнь. Живем и радуемся, и работаем. Natijada qizlar komandasi yengil yo'ladi. Orada o holatlı şefkat iyaları yunnu oğlu yanında. Yemli tabiat kuşağına tantanalı bayram şurasına jıyıldı. Bu günni o holatlarga qarata rayon boshlig'i tarafından büyük ko'p жылы hisler bilan to'la rahmat so'zlari yetkazildi. Zo'r rahmat bizning rayon xalqi sizning yordamda eson qolgani uchun, salomatligi qoqshamagani uchun. Bugun biz sizning bilan shundab da sizni qutlarga bayram etirga zo'r huquqimiz bor. Aytırga kerak respublika qarshында, respublika yetakchiligi qarshында, rayon xalqi qarshында siz o'zingizning borishni to'lisincha o'tadingiz. Bugun endi sizga tik shunday ezgi tilaklar tilasi kela. Sizning ishda borsida o'ng bo'lsin edi. Bala qazolar, olama sherlar, tag'in da bir martaba sinovlar bizni sinamasınlar edi. Pandemiya vaqtida tabiblar o'zlarini fidaqar, qo'rquv bilmas, ishga salatli, professional bo'llarini ko'rsatib, xalqning, jamiyatning hurmatini erishdi. В борьбе с коронавирусом многие сотрудники проявились как стойкие, самоотверженные, бесстрашные, работоспособные и профессиональные специалисты. Еще сильнее мы ощутили уважение и признание наших пациентов, всего общества. Получили всяческую поддержку и помощь от руководства страны, республики, района, сельских советов, предприятий, предпринимателей и просто добровольцев. Все это на нас возлагает еще большую ответственность работать с большой самоотдачей и перед третьей волной пандемии успеть сделать диспансеризацию, вакцинацию населения, диспансерное наблюдение наших хронических пациентов и сделать все от нас зависящее для того, чтобы сохранить больше жизней и качество жизни наших жителей. Bayramda qatnashuvchi rayon совета sekretari Igor Nikifrov mediklarga izgi tilaklarini yo'llab, o'rindagi Birdam Rossiya siyosiy partiyasi ismidan rayon Uzak davoxonasini ko'chma suvutqich bo'lak etdi. Shular jili so'zlarin bo'laklarini davoxonaning uchastik terapevti Ilfat Bilalov yetkazdi. Bu kunni yetakchilar qo'llaridan Ilakshida feldsher akusherlik punkti mudiri feldshere Dilara Bagmanova, Rossiya Federatsiyasi Salomatlik saqlash ministrining rahmat xati, Uchastik tabib terapevti Firuza Davlatchina, перевязочный bo'lmasining shafqat tutashi Elvira Murtazina, Boshqirdiston Respublikasi Salomatlik saqlash atlichnigining ko'krak belgisi, Abdulla Ovlining feldsher akusherlik punkti mudiri feldshere Rezida Rafikova, tabib epidemiolog Mahmud Gabdurafikov, Boshqirdiston Respublikasi Salomatlik saqlash ministrligining maqtov gрамотасы, umuman 40 dan ortiq meditsinaning maqtovli xizmatkorlari, rayon hokimiyatining, rayon Uzak davoxonasining Pashut gрамотасына rahmat xatlarini loyiq bo'ldilar. 1999 yıldan beri Şuşu İliş rayon больницасында эшләйм. Үзем Şuşu rayonda тудым, үстем.
И үземнең инициатива белән, үземнең желание белән үзебезнең районга кайттым. Чөнки безнең район горурланырлык һәрбер яктан. Бүген безнең иң күңелле, иң шатлыклы көн. Чөнки менә шушындый олы награда бирделәр бит инде. Отличник РБ. Ул минем генә заслуга түгел, ул безнең бөтен коллективның заслугасы. Аларга бик зур рәхмәт. 1984 елдан бері инде шушы Илеш районының Яркей больницасында эшләйм. Мен үз эшемне бик нык яратып эшләйм. Бейләү бүлмәсендә эшләйм. Коллективым да тоже бик әйбәт. Бергә эшләгән хезмәттәшләремне шушы бәйрәм белән чын күңелдән котлайм. Шушылай матур көннәр, бәйрәмнәр күп булсын. Алама ширләр урап үссен. Тантаналы өлештән соң чара район мәдәният йорты артистларының күңелле уеннары, җырлары, биюләре белән мул табыннар артында дәвам итте. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.